Miladi 1959 yılı 9. ayının 26. günü Yoshino yerim oralda kuruluq çıkan tayfun borunda 5000'dan artıq adam ölüp gitti ve yo'qab ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandaqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'qini chin quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qab ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Nobuto haqiqiy ahvolni Naoko'ga aytgandan keyin bir oydan ko'proq vaqt o'tdi. Ota-bola ikkalan Shimazaki va uning o'z qizini nazar tutib, judun chapqinlik va unsizlik bilan to'lgan mushkul musobaqa qadam qo'yishga majbur bo'ladi. Holbuki hamma ish ko'nib turaverdi. Shimazaki Nobutoni jon jahl bilan Naoko'ni tortib olmoqchi bo'layotdi deb gumon qilib, Nobutoni tap tortmasdan tillaydigan bo'ladi. Nobutoga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'ygan Yezimiko uydan chiqib ketib, baxtga qarshi pikapga so'qilib ketdi. Nobutoning tashabbuskorlik bilan qon berishni desda, u xavfdan qutulib qoladi. Bu qon aslida ota-bola bo'lmagan bu ikkalanni bir-biriga zich bog'laydigan mehr-muhabbat zanjiri. Shundaqla sabiy qizni o'z dadasidan ayirib etadigan bir hang bo'lib qoladi. Ta'mi qanday ekan? Bak yaxshi ekan. Endi kimning kasal ekanligini bilgili bo'lmaydigan bo'lib qoldi-chi-mi? Shuni demaysiz. Taliyingiz bor ekan. Nayt, tezli saqayib ketdingiz. Sizning qiyningiz bilan mushunchalik bo'ldim-da. Qarang, to'liq saqayib ketdim. Bo'ldi. Unda ko'ranglab ketmang, ha? Rahmat sizga, dada. Tuz tiqib ketdingiz-ku. Bu sizga o'xshamay qoldingiz-mi? Shunaq. Bu alayda ahvol. Kiring. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Uni ava avatgatdi. Yezimiko, olmadan Toshisokiga birini so'yib bering. Sel charchab ketibdimi? Umumyuzlik tekshirishning natijasi chiqdimi? So'ngakda hech qanday chatoq yo'q ekan. Cho'ngmingdimi bir kasal asarti qolmaydigan o'xshaydi. Yaxshi bo'pti. Men ketay. Birdam o'ltamamsiz. Azroq ishim batdi. Yana shuni o'qini qishiq barsiz qo'yqicha. Menda salom aytib qo'ying. Undaq demasligingiz kerakdi. Desam nima bo'pti? Ona bilan nimqarim. Yenimda siz bo'lgandikim bo'ldi. To'xtab turing. Siz hozir Yezimikoning kesilini ko'rib chiqdingizmi deyman, ha? Ayting, u hozir qanaqroq turibdi, ha? Buning siz bilan nima aloqasi? Bu gapingiz odamgarchilikdan sal chiqib ketdi-mi? Saqib bo'pti. Bu gapcha uning put-qo'li mey bo'lib qolmabdi-da. Uningga tuyuqsiz ko'ngil bilib ketdingiz-ku. Tuyuqsiz deganingiz nimasi? U Naoko'ning yaqin do'sti emasmi? Yaqin do'stimish dexe.
chiroyli gap qilishga xil usta ekansiz juma. Nima? Yezimikoni Naokoning yaqin do'sti degandan ko'ra, taftish amaldorining qizi degan tuzuk. Aytma. Buni surishtirib qoldingiz-ku. Dadamga yana ziyonkashlik qilishga material to'play devatamsiz nima? Sizga ochiqini aytib qo'yay. Mening Naokoni yaxshi ko'rishim hargizmi sizni yaxshi ko'rishimdan derak bermaydi. Siz degan inson ishidan chiqqan munofiqning o'zi. Dada. Nimaga qarayapsiz? Hech nimaga. Akam mendan xafa bo'lib qoldimi nima? Ansirmang. Baya sal xafa bo'lgandek bo'lib qolgandingiz. O sizni tushunadi. Dada, men yana Toshisoki akamni yaxshi ko'raman. Dada, sizdan o'tinib qolay. Toshisoki akam bilan ishkimizning to'yini qilib qo'ying. Men uxlasammi, Toshisoki akam bilan to'y qilib tushaydigan bo'lib qoldim. Bu cho'ng dadamning orzusi edi-ku. O'g'o shundoq. Dada, siz qanday o'ylayapsiz? Dada, siz Toshisoki akamni Naoko bilan. Undaq emas. Shundoq. Cho'qim shundoq. Yezimiko, o'zingizni besib olib gapimga quloq seling. Har qanday odamning ichki dunyosida hech kim, jumladan o'zining ota-onasi va bir tuqqan qarindoshlarini bo'sib kirolmaydigan bir cheklangan rayon bo'ladi. Siz Toshisokini chin ko'nglingizdan yaxshi ko'rsiz. Umi sizni yaxshi ko'rmaydimi emas? Biroq uning hozir sizni singlis o'rinda yaxshi ko'rayotganligimi amaliyat. Yo'q. Bunaqa men chidayolmayman. Naqadar azoblanayotganligingizni bilaman. Biroq Yezimiko, odam hayotli bo'ladi ekan. Har qanday azobga bardoshlik bera olish kerak. Unda qilolmaydi ekan, u yashayolmaydi. Yezimiko, siz endila 17 yoshga kirdingiz. Bundan keyin neni mushkil ishlar beshingizga keladi. Darvaqa men qishingizda bo'ladi ekanman. Imkoniyatni berchi sizni g'am qayg'udan xalos qilaman. Biroq oxirgi hisobda yanala o'zingizga tayanishga to'g'ri keladi. Shunga qaysar bo'lishingiz, kishilik hayotdagi reallikni e'tirof qilishingiz kerak. Bu sabiy qiz dadasining nimani ko'z tutayotganligini aslab bilmaydi. Halbuki hamma ishdan xabardor bo'lgan yana bir qiz bo'lsa, yanala shuntalay taqdir bilan davomli elishib, qayg'u hasratini ichiga yutib kelmoqda edi. Yezimiko qandaroq turibdi? Ro'y oldini ayt yaxshi. Shundoqmi? Bek obdan bo'pti. Onaga ko'proq hamroh bo'lsangiz bo'ladi. Onunga dadam hamroh bo'lyotdi. Aka, qarab keling. Qani, ko'rib boqaychi. Mana bu yerda. Qani, turdi. Tezroq bo'l. Kichik vaqtimda muallim bizni doim osh yerga olib boradi. Men Takako bilan, ya'ni Yezimiko bilan birga o'ynaydim. O chaqda sizning ismingiz Kaniko deyman. Yezimiko bilan ikkimiz birga qo'shmoqlardan edik. Birga uxlaydik, birga tomoq yeydik, hatto birga yig'lab, birga kulatdik.
bizning yangi ko'p ko'rishmaganimiz tuzdik. Naoko, Bundaq qilsaq, Yezmikoning ko'nglim aram topadi. yeni shu gapmi? Biroq men, Yezmiko hozir sizga bak muhtoj. lekin men sizga muhtoj. Yezmikoga rostli yuz kelamayman. Biroq ahvolim mushu tursa, mana nima chora? Birisi bizga maxfiy telefon berib, taftish amaldori Yoshino bilan ikkinlarning qizining olmishib qolganligini aytdi. Ahvol rostli shundoq bo'lgan bo'lsa, nima uchun shundoq bo'lib qolganligini tafsili so'zlapasingiz bo'pti. Bir başlatı verin. Mana hozir Siz 12'de ilan qilmoqchimi? Oldi bilan uning rost yolg'onligiga qaraymiz. Lekin ish undoq oddiy bo'lmasligi mumkin. Muayyan ahvol ostida Bu nima deganingiz? sizmi o'z qizingizning baldiroq qishingiz qaytib kelishni orzu qilgansiz qachon? Agar qizingizni qaytarilish badaliga taftish amaldoriga besim ishlatmoqchi bo'lsangiz, biz sizga yordam qilamiz. Ben sizlerden kaçamı yardım talep qilib baqa. Galit ish bu. Bu odamning o'g'irlikchi telefon berishidagi maqsadi zodi nima edi? Bunun hayran qaraq nemesi var? Mening birli qizim var. Biroq telefon bergan odam Naokoning Yoshinoning qizi ekanligini aytgan-ku. Aytdim-ku, Naoko mening qizim. Maxfiy telefon bergan kishi boshqa birisi emas, dal Shimazaki o'zi edi. U bu ish orqali Nobutoni o'sal ahvolga tushirib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Kutilmaganda bu ish dal uning beshiga kelib qoldi. Amasa o atishqi kelsin. Sizni malol qilib qo'ydim. Kechiring. Nədikini? Oğlum çataq chiqarib qo'yganda siz bizga ko'p yordam qilgandingiz. Bunchalik kichik ishqa takalluf qilib ketmasangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Lekin shuni eskartib qo'yayki, Shimazaki degan bu odam ish qilib uning qildig'ini qara xizmat. Uni ustiga bunda qo'pol kishilarni ko'p ko'rganman. Xotirjam bo'ling. Hamma ishni men qo'yib bering. Bana hizmet tapdım dediniz mi? Biroq ko'p kuch talab qiladigan xizmat. Hozir bir xizmat topmoq to'limi tasdanga. Yaxshi niyetingizga rahmat. Mendek odamga ko'ngildagidek xizmat topmoq qiyomat mushkul desingizchi. Bu gapcha ishlashni xohlaydi ekansizda. O'rni qayerda? Nobu Okawa nayisidiki Sonoki degan joyda. Sonoki degan joyda? Qandaq? O'rni bu yerdan xili yiroqdimi nima? Shu yerda yetib qopsiz. Ish maydonida ishchi xizmatchilar yotig'i bor ekan. O'zingiz yolg'iz borsangiz bo'ladi. Ondaqda Naokoni qanday qilaman? U burunqideklar bu yerda praktikan tarbiyachi bo'lib ishlaverdi. Bo'lmaydi. Men uchun xizmat topdim desangiz, yaxshi niyat bilan shunday qildim ekan debdim taxi. Aslida meni yiroq joyga haydab, Naoko bilan ikkimizni ayirib etmoqchi bo'pti ekansizda. Shimazaki. Siz qachongacha mushundaq kichik bolada haq ish qiladigansiz? Bilaman, sizning Naokodan ayrilishga ko'zingiz qiymaydi. Lekin hamisha mushundaq bekor yursangiz, qanday bo'ladi? Boronqi ish o'rnimga berib ishlasam bo'ladi-ku. Ular sizni yana ishiltamdi. Haq yaxshi niyat bilan sizga ish qilish fursati yaratib bersa, siz bir onda ishni tashlab qaytib kelgan tursangiz. Buningga siz sababchi bo'ldingiz emasmi? Bu ishda meni kechiring. Biroq u ilojsizlikdan bo'lgan. Yana o'zingizni aqlgan turdingiz-ku. Sizlar amaldorlar otdan tushsanglarmi, o'zingizdan tushmay turib olsizlar. Ilojsizlikdan bo'lgan degan gapmi? Buningga nima sabab bo'lgan? O dayus. Dada. Tepkiş efendi. Dadamның xizmat ishiga ko'proq yordam qilib qo'yasiz. Bundaq yilnayranlarni ko'p ko'rganman.
Sen bilen ayrılıp yaşaydigan iş bolsa, herkes kılmayman. Dada. Özünüzni besip elin. Tepkiş efendinin yaxşı gönlünü hata düşünüp kalmang. Ben hiç ne ketmeyman. Yalgan. Hemmisi yalgan. Keşanı ben bolmasamla tepçi emeldarının uyuya gidip al sen. Bu ne? Beni bilmeydi demisin atığı. Dada. Bana nemişka mı işenmeydigan siz? Nemişka? Ona aldam kalsık düşküm yok. Dada, unutup kaldınız mı? Türmede yatkan vaxtınızda meni hemişe dadanğa işende ettiniz. Bu gepinizni anlap, sizden baştan ahir gumalınıp bakmagandım. Nauka. Şoňa. Bu qaytama maň işini. Men diyen sizin kızınız. Kendim. Emse basam baray. Rahmet. Bulut tarqsa hava echiladi. Qayg'u bor yerda xushalliqmi bo'ladi. Efendi sot içilisini taqazzalik bilan kutmoqda. O bu qatim Shimazaki tegishli jazoga tortiladigan bo'ldi da'vatıdı. Ayting-a, qizinizning ishini qachon bir taraf qilmoqchi bo'lyapsiz? Ha? Kamimura efendim, men hozircha Demesammi? Bu ishga bak bosh qotiryapsiz. Bu tegi-taktidan aytganda sizning xususiy ishingiz.
Biroq bu ish tufaylidan kishilar taftish mahkamasidan gumonlanmoqda. Muxbirlar mendan ahvol egalligini yapti. Albatta, men hech nimani oshkorlamadim. Buni bir kishining xususiy ishi. Taftish mahkamamiz bilan hech qanday chetishlik yo'q deb turib oldim. Lekin bu ish jamoatchilikka oshkorlansa, shubhisizki, kishilar taftish mahkamamizga gumon nazari bilan qaraydigan bo'lib qoladi. Bu biz uchun intayin foydasiz. Qandoq dedim? Bularning hammasini o'zing aytdingmi, ha? Buni aytkichi poy pitak bo'lib ketdim desangizchi. Qandaq? Obdan bo'ptimi? Albatta. Buni aytkichi menga hamma qaytib chiqib ketdi. Kechir, meni deb shuncha uzun yo'lni besib kelsan. Undaq deyman. Siz kun bo'yi ter oqizib ishlaysiz. Obdaroq oziqlanmasangiz qandaq bo'ladi? Bunchalar ko'p tomoqni ikki oshqozon bosib yeb bo'lmayman-da. Xotirjam bo'ling, uning ichida mening nesiylarmi bor? O shayton, nima boldiriq demaysan? Menga bering. Qani yeng. Rahmat. Avval qaysini yesam bo'la? Buni yeymi? Buni yeymi? Buni yeymi? Buni yey. Naydın meslik poptu. Tokyo yana shu ko'nib turganda. Dalla xushal xuram o'ynab yurmoqda. Shayx hazratlari sizga salom aytdi. Eli qiz qanaqroq turdi? Qaysi qiz? Eli yaqin do'stim-ku. Yezimiko xeyli yaxshi bo'lib qopti. Biroq uni doktorxonaga yo'qlab borolmadim. Anglasam yaqinda doktorxonadan chiqamish. Onun bilan ko'rishay deganmidingiz? Mezlik bo'pti, bak mezlik bo'pti. Ala, sen yegin. Ras, unutib qolib tas qopdiman. Shug'unsi, buni tushkunimizga uzoq bo'lgan edi. Bana rastlı ağaç kepsen de. Ben senin sırtımla kösem oldu. Dada, mening boshqa maqsadim yo'q. Bu çokum yoşun onun kösetken aklı deymen. Dada. Kızımdı yuqal. Bo'ldi, men olay. Bey, men Nobuto. Toshima apandi. Nima? O qariy. Seni herkes kechirmayman. O'zgir munofiq. Yaxshilik qilganini bilmaydigan ablah. O ablah. O munofiq. Ey, nimishqa urishsizlar, ha? Bo'ldi, der turib, urishmanglar. Bo'ldi, meni qo'yib turlar. Bo'ldi, qiling. Ey, bo'ldilar. Bo'ldi, qiling Shimazaki. Uning yomon g'arzi yo'q. O sizning qizingiz ekanligini bilmay, sizga ozroq chaqchaq qilib qo'yibdi. Ey, shundaqmi? Ha, shundaq. Shimazakining qizi bek chiroyli ekan. O xuddi kishilar bulab ketadigandak yerning ostidan qarab turdi ekan. Ağzını şum. O adem bir nima ekan? O'lishkiga o'xshaydi.
Kile. Ne deysen? Ey, bo'ldi qıssanlar-ku. Siz dərhal Shimazakiga namaqul bo'lin. Neymiş ki onunla namakul boğudakma. O aval muş kötəgə tursa. Ablah! O aval muş attı. Vay vay, ağzınızı yumsanızca. Onun namaqul bolsanız iş bitməndi o. Namakul. Qançılık bir nimettim. Ey, o sizga namaqul bo'ldi. Endi achchig'ingizni besib eling. O ikkisi ajabmi chiroyli qizlar ekan-ku. Ey, qaysi sizning qizingiz? Sizga nima ekan o? Mening qizim yo'q. Shimazaki, buni elib eling. Shuncha valla achchiqlangan bormi? Ikkaylanning surti. Shundaq. Toshisokining aytishicha, Shimazaki dadam Yizmikodan ansirab doktorxonaga beribdi. Menmi ko'rdim. Shimazakidimi boshqa kishilarga o'xshash otaliq mehr-muhabbat bor ekan. Sizning Yizmikovda ikkilarning birga tushgan surtini uningga ko'rsatganingiz tamamen to'g'ri. Biroq Shimazaki dadam Bu Shimazakida texi bu jihatga iddiy tayyorlikning bo'lmaganligidan bo'lgan. O sizning uning ichki sirini bilib olishingizni xohlamaganlikdan sizga ochiqlangan gap. unda qilmagan bo'lsam bo'pti ekan. Sizning qilganingiz xato emas. Aksicha, siz uning bu qilmishini bu qilgan siri o shuncha ta'sirlanib, sizning uningga kuyinganligingizga rahmat aytadi. Men Nobitoning uyidan chiqib ketdim. Keyincha rasmiyat bejerib, Noposimni ayirib chiqaman. U chaqda taftish amaldorining o'g'li emas, balki oddiy bir fuqaro sifatida Naoko bilan hayot kechirman. Mo'sh chiroylikni deyish uchun meni shuncha uzun yo'l besib izlab kelishingizga arzimdi. Shimazaki efendim. Men Naokoni chin yurgimdan yaxshi ko'raman. Naokomo meni yaxshi ko'rdi. Buni hech kim inkor qilolmaydi va barbod qilib o'tmaydi. O yağlı bitil haramzade. O'zingizga qattiq ishni ekan-sizda. Mang'o baribir. Biroq Naoko uchun aytganda, uning ko'nglini tushunmisiniz yoki uni qo'llamisiniz? U qattiq azoblanadi. Men mana shu maqsad bilan bu yerga keldim. Bo'ldi. Ağzınız kelgan jo'limay, sizga qaytib keting. Har qanday odamning o'ziga tushliq o'tmishi bo'ladi. O'tib ketgan ishlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Boshqa qilib aytganda, odam mangu o'tmishining g'ivo ko'langusi atrofida aylanib yurib, bugungi baxtiyor turmushda voz kechsa bo'lmaydi. Ya'ni har qanday odam o'z o'tmishinda baxtli turmushga intilish huquqidan voz kechmaslik kerak. Boshqalarni bundaq orzu va huquqidan mahrum qilishga texmi bo'lmaydi. Sizmi dadingizga o'xshashlar. Odamga popozlik qilgan la'nati gaplarni qilishga amroq ekansiz. Naokoni o'tmishning bo'yin turqidan azod qilib o'taylik. Sizni mushu maqsad bilan izlab keldim. Men hech qanday yo'shirin muddaosi bo'lmagan odatdagi bir odam sifatida sizga iltijo qilib keldim. Yo'shirin muddasi bo'lmagan odatga odam degan nima ekan u? Yoltongizdek chiqaramay qaytib ketsangiz bo'larmikan? Shimazaki. Siz qaysi yuzingiz bilan bu gapni qilyapsiz? Tomiringizda odam siyoqi kirib olgan Yoshimura Kimitaro'ning siz qani eqiyotganligini unutib qolmang. Shimazaki. Sizning dadamni o'ltirganligingiz men va Naoko uchun aytganda inkor qilib bo'lmaydigan real fakt. Lekin sizning dadamni hech bir asossizla haqorat qilishingizni afv qilmayman. Ey! Men mengu sizning afv qilishingizni talab qilmayman. Siz menga dadamni o'ltirishga asosingizni aniq so'zlab berishingiz kerak. Asosimni so'zlandim.
Buni bir ishki qiz gap bilan tushuntirib bo'g'ilib bo'lmaydi. Buni shu ishlarni beshdan kechirgan odamlar tushunalaydi. Bilimsiz. Men degan qarmuz bilan qoplangan Sibiriydan ming bir jabal Yaponiyaga qaytib kelgan odamman. Buning sababini cho'qim bilmoqchi bo'lsangiz. Mana bu jarohat bilan qoplangan ko'kragimga qarab beqim. Ketchup ketdi. Toshisoki hocam nemishqa texchi qaytib kelmaydigandu. Balkim yana do'stlari bilan haraq ishkilib ketgandu. Men yana birdan material ko'raman. Siz aram elavering. O qaytib kelsa, eshikni o'zim ochaman. Ma'qul. Ems men chiqib ketdim. Nobuto Toshisokining uydan chiqib ketishini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Mushu paytning o'zida har ikkalan Shimazakining o'tmishdagi hayotining sirni bilishga taqozo bo'lib o'tadi. Roshanki Shimazakining Manjuriya yoshlar avangard atrofidagi kechirmishlarini aniqlab chiqamasa, mayli Nobuto yoki Toshisoki bo'lsin, ularning barliq tirishchiliklari yo'q chiqadi. Qayshimga nimani tekshirgili kelganligingizni bilmayman. Biroq men azaldan hukumatga hech qanday avorchilik tepmagan emasman. Yo'q. Men shaxsiy nomimdan sizni yo'qlab kelishim. Undaqda nima maqsad bilan kelganligingizni anglab baqsam qandoq? Siz Yoshimura Kimitaro degan kishini tanimsiz. Anlasam u o'z vaqtida siz bilan birga Manjuriya yoshlar avangard atrofidagi yoshlarni tarbiyalashga mas'ul bo'lib ekanmish. Sizning o kishi bilan nima munosabatingiz bor? Men uning bir o'g'lini beqib olgan. Kechiring, Manjuriyadagi ishlar esimdan ko'tarilib ketibdi. Biroq gapingizni anglab, bu bir tonish ismdek bilinyapti. Lekin uning zoti qanday odam ekanligini, hozir nada ishlaydiganligini zotila bilmayman. Yoshimura efendim, 18 yilning oldida sizlarning atrofda tarbiyalangan Shimazaki Eiji degan kishi tarafidan o'ldirilgan. Ko'nglida adovat saqlab o'ldirib o'tibdi-da. U qaysi ishqa adovat saqlagan bo'g'aydi? Bundoq desangiz qanday bo'ladi? Men u adovat saqlaganda hech qanday yomon ish qilmagan. Kavano efendim, xatolashmasam, sizlar Yaponiya urushda mag'lub bo'lish arifasida Yaponiyaga qaytib kelib olgan-ku deyman. Bu ish shu chaqda davlat ishini meni jiddiy bir ishni bir taraf qilishga chaqirtibdi ekan. Taftish efendim, 30 necha yilning oldidagi koni hisobni ajab surishtirib qoldingizmi? Chunki birov sizlarning ayni vaqtda ularni tashlab ketganliginglarni ta hozirgacha unutmabdi. Nobutoning qalbida shu hamon bir dahshatli qaynam hosil bo'ldi. U Shimazakidagi hech kimga ishonmaslik tuyg'usining 30 necha yilning oldida Manjuriya yoshlar avangard atrofida qatnashgan chog'dan boshlab paydo bo'lgan. Bu og'ir ruhiy jarohatni o'z yolg'iz tirishchilik ko'zitib saqaytolmaydiganligini. Shimazaki eng nafratlanadigan odam dal Toshisokining o'z dadisi ekanligini tushundi. Tekshiribsiz taftish efendim. Kechiring, kechikib qoldim. Bu kishi sizni izlab ketdi ekan. Jurnal muxbiri? O Shimazakining ahvolini uqmoqchi ekan. Shimazaki? Shimazaki inkor qilib turib oldimi? Ha.
O to'satdan darg'azabga to'ldi. Men bir ishqa ishonmay sizning og'zingizdan bu ishning tafsilotini o'qib beqish uchun bir kelishim. Sizning meni alayda izlab kelganingizga rahmat. Amsa vaqt so'zlab bersangiz qandoq? Shimazaki bilan ikkimizning qizi haqiqatan olmishib qopti ekan. Siz bu to'g'riliq xabar yozmoqchi bo'lsangiz, men aralashamayman. Biroq sizga bir ishni eskartib qo'ymoqchiman. Birinchidan, Shimazakining dilosini tekshirish va uni ayblash davomida men qizimning ish tufaylidan uningga yumshoq qo'l qilganim yo'q. Biroq buningga ishlamsiz yo'q. O'zingizning erkinligi. Biroq haqiqiy ahvol oshkorlangandan keyin nemish qizinglarni almashtira olmadinglar? Bunda qilishga kechikib qolgan to'q. O chaqda qizim Shimazakining yengvashdan odam bo'lishidiki, birdan bir ma'naviy oziq bo'lib qolgandi. Buning oldida u 17 yil turmada yotgan. Shunga men hech nima qaramayla qizimni uningdan tortib olsam bo'lmaydi. Bu gapcha Shimazaki qizning olmishib qolganligini bilmaydi ekanda. Umi uzoq o'tmayli xabar tepibdi. Bir oyning oldida dadam qazo qilganda o'z qizimga, ya'ni hozirgi Shimazaki Naoko deyilayotgan qizga bu ishning haqiqiy ahvolini aytib berdim. Lekin yana bir qizga bu vaqt tinmadim. Onunga bu ishni yana bir mezgil uqtirmay turay deyman. Nemishqa? Hamma ahvolni o'z qizingizga aytib berib bo'pmi? Yana uni tashlab koringiz bo'lmasa, bag'ir tashliq qilgan bo'lib qolmamsiz. Demisingizmi, men bir bag'ir tashladi. Tepsi efendim. Sizga shuni eskartib qo'yayki, Shimazaki burun qotillik qilgan. Hozirmi Shizuoka daryosi bo'yida yuz bergan Diloning gumonli qotili. Kishilar uning ashunda qaraydiganligi uchunla uyimdagi qizga bu maxfiyatlikni oshkorlashni be'ab ko'ryapman. Chunki u qiz buni anglasa, ro'ychatdan qattiq azoblanadi. Bundaq rahimsizlik meni qo'limda kelmaydi. Gerçi onunla hech qanday mehr muhabbetim bo'lmasa-mu, lekin nimali degan bilan ikkimiz bir mahal ota bola bo'lib o'tdik. Shunga onunga bundaq rahimsizlik qilsam bo'lmaydi. Undaqda Shimazakining qizini deb o'zingizning qizini qurbon qilmoqchi bo'libsiz-da. Buni to'g'ri tushuning. Agar bu ish oshkorlansa, bir qiz baxtsizlikka uchraydi. Buning hech kimga foydasi yo'q. Biroq siz degan tepsi amaldori. Bunda qilish o'z salohiyatingizga muvofiq kelmaydi-ku deyman. Agar siz oddiy puhra bo'lgan bo'lsangiz, bu ish tillarda doston bo'lib madinatdi. Lekin kishilar sizni taftish mahkamasining inovati va o'zining o'rnini qo'dab qilish uchunla mushunday qilib tutdi deb qaraydi. Bu gapcha taftish amaldorlik vazifasidan istifa bersam, kishilarning afv qilishiga erishadiganman-da. Yo'q. Unda qilsangiz, bu ishning xabar qimmati tuvallab ketadi. Kechiring. Sizni avar qilib qo'ydim. Bu to'g'ri xabar yozmasligini hozircha bir nim demayman. Qaytgandan keyin boshqalar bilan maslahatlashib boqaman. Jazo o'lchashda jinoyatchining jinoyat xarakteri va muddosini nazarda tutish kerak. Tushundingizmi? Kep qopsiz-ku. Yana xonimning sho'lankaga o'xshamamsiz. Shundoq, sal turib turing. Toshima ismli bir kishidan kelibdi. Shimazaki Rasululloh qochib ketdimi? Kechiring. Uni qilib qilishga shuncha so'rasammi, u nima de? Balkim qizining qishiga ketgan bo'lishi mumkin. Tushundim. Kechiring. Sizni avar qilibdiman. Shimazakiga yana nima bo'pti? Men sirtqa chiqib kerak. Taftish efendi. Bu gapni men demisam bo'ladi. Meningcha yaxshi Shimazakining ishiga aralashma. Albatta, bu ish xonimning ishiga berib taqaldiganligi uchun damallik qo'l uzanmasligingiz turgan gap, biroq rahmat. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Biroq bu ishni hargiz bundaqla bo'ldi qilib etmayman.
Kim biladi, keyingi ömrümde izchil holda mushu odam bilan berish kelish qilamdiman tehi. Yezaki, yaxshi ko'nglingizga rahmat. Teptiş efendi. Dada, Seni bana degeni kim mamamsa? Ben bile memnun be. Ben undaq işni qilmayman. Emgekning ig'irligidan chidayolmadim. Sizga aytib qo'yay, men uni elib kataki tag'ib boraman. Bu mumkin emas. Mumkin emas. Kimga ashundaq cho'ng huquq beribdi-kan? Siz uzoq o'tmayla qayt sud qilish chaqiriq qog'ozini topshirib olasiz. Shundaqmi? Aslida siz moshundaq bir kunning kelishini 4 ko'zingiz bilan kutibkansiz-da. Mening parvoyim felak. Sizga aytib qo'yay, chaqiriq qog'oz qo'limga tegmagicha har qanday odamni boshqaraman deb xiyol aylamisiz? dada. Naoko. Kataki tag'ib bilan pilla bog'in bo'lamdi. Bağın yok olşumamdı. Senden ödünüp kalay. Naoko. Bu yerden tezrak giteyli. Bu amdı. Naoko. Naoko. Siz azroq paydo qilib ko'ranglab ketmang. Ne mi davatsız? Ablah. Undaq insofsizlik qilmang. Hozir o'zingizni bir tiyinga arzimas qilib o'tibsiz. Boshqalarning hissashiqiga erishish uchun. O 7 yoshli qiz bolani. Nerede? Bir chat götür. Yolumda to'sqin nima qiliniz va? Naoko, biz mangayli. Shimazaki. Hay. Hayvan. Texmanın moşatqıdek buldun mu? Sendek başqalarının sırt qiyafetiga qarab muomala qilgan adam. Bizdek o'z irodamiz bo'yicha ish qilgan odamlarni tushunamsan, ha? Asla tushunmaysan. O ablah. Dada. Nobuto o'z qo'li orqali taqdirini tüp yıldızdan o'zgartishga bel bog'ladi. Nobuto'dan Mushigen Shimazaki qechib ketish o'yidan voz kechdi. U darhol gazitxona xat yozib, Nobuto'ning odam urg'anlik qilmishi ustidan shikoyat qiladi. Jinoiy ishlar bo'limining boshlig'i Nobuto'ga sovuq muomala qiladi. Nobuto ko'zlari yoshlangan holda adolatni yoqlab, qonunning izzat hurmatini qo'g'daydigan jangovar qo'rg'on taftish mahkamasidan ayrildi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 20-qismini ko'ring.